Hozir internetga ma'ni chiqar deyapsiz, hojona. Nimaga chiqar deyapsiz? Endi shu kasallar qiynalmasin. Kasallar qiynalmasin. Sizda nima kasalligi edi Meni o'zi? shu qizilonga saratoni, ya o'sma kasalligi. O'sma kasal, rak deyishganmi? Onkologik. Shu onkologik kasal. Boringizga shukur. Nega nuksga bordim? Operatsiyalarsiz, ukollarsiz, giyohlar bilan davolanasiz. Kim davoladi sizni? Shu Yulduzxon ayol Namanganda. Ha, Namanganda. Meni operatsiyadan qiyma yaramaydi deb nuksdan qaytaradi. Ana Xudoydan dedi. Meni apam opardi, ishonmasang apam ham. Umuman ovqat yeyolmayotgandim dedingiz-a? Yo'q, tig'ib bo'lib tashlaydi. Mumkin emas yashash. Hozir yaxshimi? Yaxshi. Ovqat yeyapsizmi? Rahmat. Baraka toping. Bo'lsa chiqaringlar. Chiqaramiz. Necha oyda yaxshi bo'ldingiz, ona? Meni 7 oyda. 7 oyda turishingiz ham yaxshi, ha? Boringizga yaxshi, baraka toping. 2 oy yotdim, yotuvli kasal. Ana, Mana rahmat, oyog'i birinchi gruppaga tashkillarga chiqib, birinchi pensiyaga chiqib berdi. Men ishchiman abadon. Ana, baraka toping, umringiz oshib. Rahmat, 2 oy bo'ladi. Xorazmda Eski Iqbol telekanalini bilasizlar, eski binosida turibman. Xalq tabobati klinikasi Murod Shifo, Yulduzxon G'aybullaeva 7 avlod tabiblarni navbatdagi sulolasi hisoblanadi. Aptekasini ham ochishdi. Juda ham og'ir kasallar, o'simtasi borlar, bachadonida muammosi borlar, erkaklardagi muammolar, bo'g'im og'riqlar, grijalarni bez operatsiya giyohlar bilan davolashyapti. Kelaverasizlar. Manzilda qoldiring, lokatsiya tashlab beraman. Narx-navo qiziqsa narxni yozing. Telefon nomerlarini qoldiryapman. Telefon qilib ma'lumot olaverasizlar. Onamga bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat katta.